Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga 2048 o'yinidan qanaqa qilib pul ishlasa bo'ladi va u pulni qanaqa qilib qaysi kashlikka chiqarishni o'rgatib o'taman. Videoni o'tkazmay tomosha qilasizlar degan umiddaman. Biz videoni boshladik. O'rtoqlar, video ostiga opsiyada kirasizlar. Xuddi shu o'yinni men silkasini tashab qo'yaman. Kirib bemalol ro'yxatdan o'tib o'ynasanglar bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib olish juda ham oson. O'zingizlarning taninglarni kiritasizlar va o'yinni boshlaysizlar. Play now bosamiz. Reklama chiqadi. Reklamani tugashini kutamiz o'rtoqlar. Bu uncha ko'p vaqt olmaydi. 15 sekund yoki 10 sekund kutib turamiz. Va o'sha bilan reklamamiz tugaydi o'rtoqlar. Shu bilan keyingi o'yinni boshlaymiz. Mana o'rtoqlar, reklama tugadi. Ortga qaytdik. 5 sekund kutamiz. 3, 2, 1. Reklama tugadi. Qaytamiz. Va bizani o'yinga jo'natadi o'rtoqlar. O'yinda mana shu sonlarni birlashtirishimiz kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, tepada 292 ta tilla tangamiz bo'ldi. Bu tangalar sekin-sekin yig'ilib boraveradi. Biz qancha programmada aktiv bo'lganimiz hisobiga bu oshib boraveradi. Hozir men sizlarga buni tushuntirib o'taman. Ko'rib turibsizlar, 292 tanga hozir bu oshadi. Quyitni bosamiz. Mana o'rtoqlar, o'yin to'xtatdim. Men hozir sirasi to'xtatdim. 3 sent ishladim. Men endi bu pulni qanaqa chiqarishni o'rgatib o'taman. Buni chiqarishimiz uchun o'rtoqlar, men hozir balansimni ko'rib turibsizlar. 2 dollardan oshiq pul mavjud. Buni yig'ish biroz qiyin, lekin yig'sa bo'ladi. O'rtoqlar, mana bu yerda 1 million tanga bor. Buni ustiga kirasizlar. Bu yerda har xil reklamalar, har xil mana shunaqa zadaniyalar chiqadi. Ya'ni programmani skachat qilib 5-10 daqiqa bularni aktiv bo'lishingiz kerak. O'shanga qarab sizga bonus beradi. Va do'stlarlarni chaqirib ham pul ishlasanglar bo'ladi. Har bitta do'stingizga 1 sentdan, agar ro'yxatdan o'tib o'zini akkauntini aktivatsiya qilsa 10 sent beradi. Withdraw bosamiz. Pul chiqarishimiz uchun eng keraklisi. Men hozir sizlarga chiqargan pullarimni ko'rsatib o'taman. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, men birinchi 40 sent ishlaganman. Keyin 2,5 dollar, 1,5, 4 dollar, 1,5 dollar. Bu yerda maza qilib men pul ishlayapman. Juda ham oson o'rtoqlar, sizlar ham ishlasanglar bo'ladi. Bu yerda minimalniy pul chiqarish o'rtoqlar mana sizni qaysi kashlikka chiqarishingizga bog'liq. Masalan, payerga 35 sent. Mana bu mana akkauntim. Men bu yerga balansimni 2-3 qilaman. Mana verify bosaman. Confirm. Bo'ldi, bu chiqib ketdi o'rtoqlar. Endi orqaga qaytamiz. Balansimizni ko'rib turibsizlar. Pulimiz kam qoldi. Endi o'yinni davom ettiramiz. Mana o'rtoqlar, reklama tugadi. X bosib chiqamiz va o'yinni davom ettiramiz. O'rtoqlar, bu o'yin haqida men yana videolar chiqarganman. U videolarni ham ko'rsanglar. Bu videoda aytmagan ma'lumotlarimni u videoda aytgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun u videolarni ham ko'rishni tavsiya qilaman. Hozir u videolarni ham iloji boricha men opsiyasiga qo'yib ketishga harakat qilaman. Uni ham ko'rishni tavsiya qilaman o'rtoqlar. Yuqorida ko'rgan bo'lsanglar xabar keldi mana. Mana pul tushib kelgani haqida xabar keldi. Hozir bir ozgina kutamiz. Mana shu o'yin ozgina tugatib olib, bir to'la chiqib pulimizni tekshirib olamiz. Xo'sh, balansimiz 361 dan bitta ko'tarilsa bo'ldi. Shu bilan chiqib ketamiz. Mana ko'tarildi. Quyit bosamiz. Quyitga
X'ni bosamiz va endi biza bu yerga kirib o'tishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, kodimizni terib olamiz. Kodimiz terildi. Mana o'rtoqlar ko'rib turibsizlar, dollarda tushib kelgan. 835 ta tushib kelgan GiftReward saytidan. Endi buni tekshiramiz. GiftReward sayti yoki boshqa saytmidi. Xo'sh, endi biz trafga kiramiz. Tranzaksiyaga kiramiz. Xo'sh, mana o'rtoqlar. Mana bizdan tushib ketgan. Bizga tushib borgan. Bu o'rtoqlar 100% to'laydi, chunki bu reklamalar orqali to'laydi. Shuning uchun sizga hech qanaqa xavotirli joyi yo'q. Pul to'lamasa-chi deb o'ylamanglar, 100% to'laydi. Shuning uchun agar xohlasanglar ishlaylar, xohlamasanglar yo'q. Majburlash yo'q o'rtoqlar. Chunki bu saytda, ya'ni bu programmadan o'zingiz o'ynab, bitta o'zingiz o'ynasangiz katta pul ishlamaysiz. Ko'pchilik masalan o'zingiz do'stlaringizni chaqirib, hozir ko'rsatgandek zadaniyalarni o'zingiz bajarib pul ishlasangiz bo'ladi. Lekin oddiy o'yinni o'zidan uncha ko'tarishingiz qiyin bo'ladi o'rtoqlar. Shuning uchun sizlar ham aktiv bo'linglar, do'stlarni chaqirib, mana bu zadaniyalarni ko'proq bajarib, daromadinglarni tezroq oshirsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishni davom etinglar. Kattakon